Farg'onalik futbol ishqibozlarini tabriklaymiz. Nechning ajoyib g'alabasi sharhladik kelib turib va bir kun dam olib turib, hozir Farg'onani aylanib yurganimizda bir do'stimizni do'koniga keldim. Buni anchadan beri bilganligim uchun sizlarga tavsiya etmoqchiman. Bu do'kon El Matras deb ataladi. El Clasico yoki Atletico Madridga mengzasangiz ham bo'ladi. El Matras do'konida matraslar ishlab chiqarishadi. Do'stimiz anchadan beri bu ish bilan shug'ullanadi. Yaxshi tomoni sohasining ustasi bo'lib ketgan va men tavsiya qilayotganimdagi asosiy fishka sifatida narx-navosini aytmoqchiman. Sifati o'sha Toshkentdagi yaxshi matraslar bilan teng yuradi. Hozirda poytaxtdan ham juda ko'p olib ketishayotganini xabarini topdim. Shu bilan birgalikda do'stlar, narxi juda xalqchil. Ya'ni sifatli mahsulotni o'zlari ko'taradigan narxda sotishyapti. Shuning uchun vodiy ahliga xitobim shu bo'lardiki,